Qadrli muxlislar, eslatib o'tamiz, siz O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston dasturini tomosha qilyapsiz. Kun davomida a'lo kayfiyat sizni tark etmasin. Biz esa studiyamizga galdagi mehmonlarimizni taklif etdik. Ular bilan tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston sartaroshlar va kosmetologlar assotsiatsiyasi raisi o'rinbosari, xalqaro tanlovlar g'olibi, Abduvali akademiyasi asoschisi Abduvali Orifxo'jayev va tanlov g'olibi Yahyo Mirzo Qodirovlar bugun studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, choydan iching. Abduvali aka, mana sizga ham choy. Ayni daqiqalarda opa-singillarimizga, akalarimiz, aka-ukalarimiz biroz surul. Endi bizdan muxlislarimiz mehmon bo'lishibdi, tinglayotgan bo'lsa, tomosha qilayotgan bo'lsa, ajab emas. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar qanday? Rahmat. Barchaning kayfiyatini ko'taradigan insonlarning o'zlarining kayfiyati qanday? A'lo darajada. Barchaning sochlarini ko'taradigan darajada. Kayfiyatlarimiz ham a'lo darajada. O'zi eng zo'r narsa insonni sochi chiroyli tursa, kayfiyati ham chiroyli bo'ladi. Endi biz ayollarda shunaqa. Endi bilmadim, do'stim sizda qanaqa? Ayollar bizda shunday deb o'ylaydi, lekin aslida Yo'q, erkaklarda ham 60% deyarli tashqi ko'rinish sochga juda ham bog'liq. Sochlarni jilosi, sochlarni to'g'ri taralib turishi juda ham bir erkak kishini chiroyini ochib beradigan jihatlardan hisoblanadi. Albatta. Abduvali aka, mana shogirdlar masalasida endi gaplashsak, mana hozir YouTube'ga erishgan shogirdingiz, Grand Prixni qo'lga kiritgan shogirdingiz yoningizda turibdi. Nechinchi shogirdingiz aynan YouTube'ga erishgan? To'g'risini aytsam, YouTube'ga erishgan bir Mayli, barakasi uchmasin. barmoqlar yetmaydi. Yo'q, yetmaydi. Aniq. Qolamiz, hop. Barmoqlarni 10 ga ko'paytiramiz, 10 ta qo'lni. 10 ga yana 10 ga ko'paytiramiz. Nasibaga yarasha. Tegmasin. Rahmat. Bu juda ham zo'r, Yahyobek. Tabriklaymiz. Rahmat. Albatta, ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Poytaxtimizda joylashgan Yoshlar ijod markazida an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan sartaroshlarning respublika ko'rik-tanlovi bo'lib o'tdi. Demak, mana shu tanlov qanday bo'lib o'tdi? Demak, har yili ishtirokchilar soni ortib borayotgandir. Iqtidorli yoshlarning soni ortib borayotgandir. Juda ham. Va ular orasida sizga shogird bo'lishni istagan yoshlar soni ham ortib borayotgandir. Juda ham. Shunga yarasha oshib bormoqda va bu galgisida 200 dan ortiq yoshlar ishtirok etdi. Har bitta yo'nalishlarimizda kamida 50 nafar ishtirokchi bo'ldi va bu ishtirokchilar oddiy yo'nalishlarda emas, zamonaviy soch turmaklarida, qiyin soch turmaklarini ukladka deyiladi, har xil formalarda, har xil yo'nalishlarda ishtirok etishdi va har bir yo'nalishlarda Grand Prix sohibi bo'lishdi va yoshlarimizni eng xursand qiladigan yoshlarimizni kasbga bo'lgan ixlosi, kasbga bo'lgan havasi ortib bormoqda. Hunarli bo'lishi asosiysi. Mana hozir gaplaringizni isboti bilan ko'rishni xohlardim-da. Mana hozir shogirdingiz mana o'zlarini ish qurollari bilan kelganlar. Do'stim esa Qadringizga yozib qo'ying demoqchi edim hozir. Do'stim esa ertalabdan nimagadir kayfiyatlari yo'q edi. Sochlari o'zlari xohlagandek turmayapti. Keling, hozir Yahyobekdan iltimos qilamizda, Islomiddin sochlarini bir chiroyli turmaklab qo'ysalar, shu bahorada mana sizda bir master klass ko'rib olardik. Hozirmi? Shu ondami? Shu onda. Marhamat Islomiddin, Yahyobek sizlarni. O'zi haqiqatan kechki paytda yana bir tadbirim bor edi. Ana bir o'q bilan ikki yo'lni deganlaridek. Abduvali aka, eng ishongan shogirdlaringiz qatoriga kirsa kerak, Yahyobek. Albatta. Yoningizda doim o'zingiz bilan olib yuradigan ish qurolingiz bo'lsa kerak. Yo'q, hozir yonimda yo'q. Bu shogirdingiz? Da, shogirdimda. Yahyobek, qancha vaqt bo'ldi shogirdlikka tushganlariga sizga? 2,5 yil bo'ldi. Kelganlarida, o'rganganlarida 4 oy ichida usta bo'ldilar va 4 oyda usta bo'ldilar va keyin menga dars o'tishga, shogirdlarga dars o'tishga, texnikalarni o'rgatishga yordamlashishni boshladilar va sekin-sekin asta hattoki tashqaridan mijoz hammasi meni o'zimni mijozlarimni ham qabul qilishni boshladilar. Chunki men ulgurmayman ko'p narsalarga. Sekin-sekin va o'zimni ham mijozlarimni qarasam, berganimdan keyin mijozlarim o'zimga qaytib kelmayapti. Shunaqasi ham bo'ladi. Shundan xursand bo'lib, demak mijozlarim Yahyobekdan ko'ngli qoniqib, yaxshi natijalar bo'lyapti deb yana ham xursand bo'ldik. Mana hozir o'z mahoratlarimni jarayonni ko'ryapmiz. Albatta. Yahyobek, faqat taroq va fen orqali sochni o'sha siz xohlagan turmakka keltirish mumkinmi? Albatta mumkin. Yahyobek, eshitmadingiz savolimni. Faqat mana shu ish qurollaringiz orqali, ya'ni fen va taroq orqali ham siz xohlagan natijaga erishish mumkinmi? Albatta.
Hozir studiya sharoitida sal o'zlari xohlagandek chiqmasligi mumkin, lekin imkon qadar harakat qiladilar. Bemalol sizlarga xalal bermaymiz, turmaklab qo'yishingiz mumkin. Bemalol suhbatlashishlaringiz mumkin. Yahyobek o'rgangani kelganda deyarli noldan, boshqa ustada o'rganmasdan noldan kelib o'qiganlar. Yahyobek, Yahyobek noldan kelib o'qiganlar va juda ham xursand bo'ladiganim, boshqa o'quvchilar 9 dan 5 gacha dars bo'lsa, Yahyobek kechqurun 9 dan keyin ham 5 dan keyin ham qolib 11-12 gacha ishlayman. Ochig'ini aytsam, 11-12 gacha ishimni kuzatib, mehr bilan, ixlosi bilan kuchli bir diqqatini qaratganiga tezroq natijalarga erishdi. Bundan juda ham xursandman. Bundan ota-onalariga juda ham katta rahmat aytaman. To'g'risini aytganda, shogird mavzusida ustoz so'raydigan birinchi masala tarbiya. Albatta. Agar shogirdni tarbiyasi to'g'ri bo'lmasa, shogirdni tarbiyasi chiroyli bo'lmasa, agar shogirdni tarbiyasi ustozga to'g'ri keladigan darajada bir nima deydi, ixlosli bo'lmasa, tarbiyali bo'lmasa, ustoz moslasha olmaydi shogirdga. Shogird ustozga moslashish kerak bo'ladi va u yerda tarbiya muhim rol o'ynaydi. Chiroyli tarbiya bilan o'zini ishini, mehnatini tarbiya bilan ko'rsatib borgan sari ustoz asta ilmini, sir asrorlarini, yo'l yo'riqlarini tushuntirgisi kelaveradi. Albatta. Tarbiyasini bir to'g'ri shakllanmagan ota-ona avvalan bunda katta rol o'ynaydi. Ota-ona tarbiyasi yaxshi rivojlanmagan shogirdlarda, ustozlarda diskomfort bo'ladi, qanaqa? Til topisha olmaydi-da bir-biri bilan. Chunki shogirdlar ko'pchiligi yopiq bo'ladi, yopiq olam bo'ladi, yopiq dunyo bo'ladi. Ayniqsa bular o'tadigan yoshda balog'at yoshini bilasiz. Bu yerda yoshligida tarbiya yaxshi shakllanmagan, chiroyli, odobli bo'lmagan yigitlarda ochilishi, o'zini ichki dunyosini ko'rsata olishi, o'sha kasbga bo'lgan mehrini yorita olishi qiyin bo'ladi. Bu ustoz bilan shogird o'rtasida katta bir devor bo'ladi. O'shaning uchun tarbiya muhim rol o'ynaydi. Juda ham to'g'ri gapni gapirdingiz va juda ham to'g'ri fikr bildirdingiz. Sarguz aynan savdogarlar ustozi deb nomlangan bir kitob bor. Mana shu kitobni varaqlaganimda aynan ustoz shogird an'analari haqida yozilgan edi. Hazrati Alini o'sha shogirdlariga bo'lgan bilimi va u ustoz shogird tanlamaydi, aynan shogird ustoz tanlaydi degan fikrlarini ham mana hozir aytib o'tyapsiz-da. Aynan shogirdni bir ishni boshlagan insonni oxiri natijasi yuqori bo'lishi uchun u ustozini mahkam tutish kerak ekan. Albatta. Bir ish boshlashdan oldin ustozdan bemaslahat ish boshlagani natijasi oxiri yo'q bo'lar ekanda. Shunaqa. O'shaning uchun men o'ylaymanki, ustoz shogirdlik an'anasi har bir kasbda, har bir hunarda oxiriga yetish kerak va ustozlarni albatta biz mahkam tutishimiz kerak. Albatta. Bizni mana shu maskanimizda ham qanchadan qancha fidoyi ustozlarimiz bor-da. Shu ustozlar borki, biz mana shu kursida o'tiribmiz yoki bir gapni ayta olamiz. Mana shu dasturni ham chiroyli tayyorlashga yordam etgan ustozlarimizga ham shu o'rinda rahmat deyman. Men ham rahmat deyman ustozlarimga, barcha yo'qlab o'ting ustozlaringizni. Qaychi taroq ushashni o'rgatgan va barcha shu kungacha bo'lgan sartaroshlik olamini, dunyosini tanitgan barcha ustozlarimizga kattadan katta rahmat deyman. Qoyil. Rahmat sizga. Islomiddin, o'zingizni bir tanlovda, bir podiumda his qilyapsiz. Juda ham ko'tarildi haqiqatan. Haqiqatan sochingiz mana ertalab o'zingiz turmaklaganingizdan ko'ra baribir usta tayyorlagani boshqacha bo'ldi. Yahyobek, qiynalmadingiz? Yo'q. O'zi mana shu soch eng tez tayyorlagan soch turmagingiz qilgan necha daqiqaga yetgan? Juda ham qisqa vaqt ichida. Soch turmagimiz agar tez bajariladigan bo'lsa 1 soat 2 soatlik ham o'sha eng tezi 1 soat 2 soat. Yo'q, agar turib berishi tez anaqa bo'lishi bo'lsa, uzoq qilganmiz, 20 minutda ham ulgurganmiz. Chunki vaziyat taqozo qilib bergan. Hozir bir narsani his qildimki, Yahyobekning hozir 100 dan 1 imkoniyatini ishga soldi. Hozir sartaroshlar hamkasblaringiz sizni kuzatayotgan bo'lsa, oddiy deb o'ylash mumkin, lekin hozirgi studiya sharoitida siz shu narsani harakat qildingiz, lekin baribir menga yoqdi, kayfiyatim ko'tarildi. Agar sizning o'sha siz o'zingizga qulay bo'lgan joyda
Ha, mana shunday agar ishlarni amalga o'zimiz oshirganingiz ishxonada undan ham bo'lganda- yaxshi natijalar bo'ladi. Bu shubhasiz aniq. Albatta. Yahyobek, mana Adval aka juda ko'p tanlovlar o'tkazdingiz mamlakatlarimiz aro, mamlakatimizda hududlarda bo'lib o'tgan tanlovlar bo'ldi, seminarlar bo'ldi, master-klasslar bo'ldi, respublikamiz miqyosida. Ularni o'zi aslida maqsadi mana shu tanlovni yanada nufuzini oshirish edi, adashmasam. Rivojlantirish, viloyatlardagi kasbdoshlarimizni respublika musobaqasiga bo'lgan ishonchini, ruhiyatini ko'tarish. Chunki ko'p kasbdosh shogirdlarimiz, kasbdoshlarimiz musobaqa maydoni desa, butun boshli gladiatorlar arenasi deb qo'rquvga tushishadi. Lekin ilm orqali, texnikalar orqali sir asrorlarini, yo'nalishlarini tushuntirib berganda ruhiyati ko'tariladi, ishonchi, kasbiga bo'lgan, men u yerda chiroyli o'zimni ko'rsataman degan ishonch uyg'onadi va biza har bir viloyatlar bilan yurib master-klasslar, seminarlar bo'ladi. Har bir chiqargan shogirdimizni yurtboshimiz aytgandek, o'zini band qilish bilan birgalikda bizni shogirdlarimiz mana hozir mana Yahyobek bu musobaqada g'olib bo'lgani bilan har bir musobaqa ishtirokchisi, har bir shogirdlarimizni keyingi musobaqalargacha kamida 10 nafar shogird chiqadi. Kamida 10 nafar yoshni o'zi bilan o'zi ish bilan band qilib, kasbiga bo'lgan ixlosini oshirib va hunarga bo'lgan rivojlanishi hissasini qo'shadi. Har bir ishtirokchi, musobaqa ishtirokchisi kasbni yuqori darajaga chiqishiga o'z hissasini qo'shadi. Keyingi musobaqagacha juda ham bir kuchli olov bilan harakat qiladi. Endi bu bizga natijasini ko'rib turibmiz. Mana hozir ko'rib turibman-da, bu nima ekan deb, u yoqqa aylanib o'taymi, bu yoqqa aylanib o'taymi deb. Yahyobek, o'zingizdan eshitmoqchiman, marhamat qo'lingizga oling. Siz Grand Prix sohibisiz. Mana shu buni baralla aytish kerak. Baralla. Ofarin. Ofarin. Bu lekin oson bo'lmagan. Mana ustozingiz aytib o'tganlaridek 2 yil shogird tutdingiz va o'zingiz ham shogird tayyorladingiz. Shunaqa. Shogirdlaringiz bor-a? Marhamat, gapiring. Sizni eshitamiz. Kamerani oldida ozgina hayajon bo'lyapti. Endi tushunamiz. Birinchi marta. To'g'risi, o'tgan yil ham qatnashib va bir donagina 3-o'rin bilan qaytganimda o'zimga o'zim aytgandim. Kelasi yil Xudo xolasa Grand Prixni olishni niyat qilgandim. Mana Qoyil. niyatimiz chiroyli niyat qilgan ekanmiz. Mana bugun erishib turibmiz. Qoyil. Va bu uchun sizni ota-onangiz hozir bizni kuzatib turibdilar. Bir ota-onangizga, mana ustozingiz yoningizda, lekin ota-onangizga dil izhoringizni bildirib o'tishingiz kerak. Avvalambor ota-onamga kattakon rahmat aytaman. Shu kasbga qiziqqan paytimda va ustozning oldiga kelishidan oldin, ularning oldidan o'tib so'ragan paytim yo'q deyishmasdan ruxsat berishib, Hattoki kechgacha qolishga ruxsat berishgan. Kerak bo'lsa sartoshxonada yotib qolgan kunlarim ham bo'lgan. Ya'ni kasbga bo'lgan muhabbat shunchalik fidoyilik qarang. ko'p bo'lganda. Albatta juda ham xursandmiz. Shu joyiga bitta to'xtalib o'tsak, shogirdlar juda ko'pchilik ijaraga xonaqa qilishadi-da, endi 5 ta ketishadi. Juda ham kasbga bo'lgan kuchli shogird, ixlos kuchli bo'lgan shogirdlar o'sha sartaroshxonamizda, mana o'quv markazlarida yotib qolsam maylimi ustoz, nima qilasan, bor, yotsa, yo'q, ishingizni ko'rib olsangiz maylimi, ishingizni ko'rib olsangiz. Kechqurun 12-1gacha ishlayman, ochig'ini aytaman, 12-1gacha ishimizni kuzatib, hammasini anaqa qilib, joy bo'lmasa kresloda yotib bo'lsa ham bir anaqa qilgan bolalar bor. Bu kasbga bo'lgan muhabbat. Haqiqiy sharafli kasb musobaqalar bo'lmaydi. Nima bo'lganda ham juda ham xursandmiz ishtirok uchun. Hozir vaqt oliy hakam deydi. Keling bir narsaga taklif qilmoqchiman. Assalomu O'zbekiston dasturini bolaligingizdan kuzatib borgansiz, to'g'rimi? Multfilm bo'lardi. Undan keyin maktabga ketilardi. Hozir sizlar bilan shundoqqina xayrlashamiz. Mo'ralab turilardi, keyin ketilardi. Albatta. Keling hozir sizlarga shunday javob bermaymiz, ha? Chehron. Albatta, multfilmni ko'rib keyin uyingizga ketasiz. Ungacha ruxsat yo'q. Avvalambor kelganingiz uchun rahmat, qiziqarli mazmunli suhbat uchun rahmat, sizning ota-onangizga rahmat. Erishgan yutuqlar uchun rahmat.